Sizingcha bu ochiq qo'l qanday ma'nolarni bildiradi? To'xtash, yo'q deyish va ochiq qo'l saxiylikni bildiradi. Bir hikoya esimga tushib ketdi. Alisher Navoiy bobomiz yozganlar. Hikoyada Iskandar degan shoh bo'lgan ekan. U bu dunyodan o'tganda tobutimdan qo'limni chiqazib qo'yinglar. Bu dunyodan hech narsa olib ketmayotganimni odamlar ko'rsin degan ekan. Xo'p, bo'lmasa Toshkent City'dagi mana bu qo'l qanday ma'noni anglatadi? Bugun siz bilan shu haqida gaplashamiz. Bu korrupsiyaga qarshi kurashishni ifodalovchi ma'lumot. 2023-yil 19-dekabr kuni Toshkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi hududida ochilgan edi. Marosimda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev va Qatar amiri Shah Tamim bin Hamad Al Thani ishtirok etgan edi. Uning muallifi Dohada yashovchi rassom Ahmad Al-Bahrani. Bu ochiq turgan qo'l Toshkent bilan hisoblaganda dunyoda 7 ta shaharda o'rnatilgan. Ushbu monument halollik va korrupsiyaga qarshi kurashdagi birdamlikni ifodalaydi. Metalldan ishlangan monumentning balandligi 12 metr. Monumentdagi har bir shakl dunyodagi davlatlarni anglatadi. Monumentdagi uchburchaklarning ichida ko'zgular joylashtirilgan. Bu ko'zgularning ma'nosi shaffoflik. Toshkent City'ga yo'lingiz tushsa, monumentni ko'rishga albatta keling.